ham ayollarda bitta gapiradigani mujigi deydi-yu. Dilfuza Ismoilovani Sekin. Nima qaysi biri? Ha. juda ham ko'plab obunachilarimiz so'rashgandi. Opani adminlari bilan bog'lanib ko'ramiz. Viloyatlarga, shaharlarga, to'y xizmatlariga necha pulga chiqadi, barchamiz birgalikda hoziroq bilib olamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, bittadan laykni qizartirib, banglatib qo'ying, ketdik do'stlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dilfuza opani adminlarimi? Opa Samarqanddan telefon qilib turgandi. Xo'sh. Ha, opani to'y xizmatlarini bilmoqchi edi, narxlarni. Qachonga? Ro'za chiqishiga hali belgilangan yo'q, endi belgilaymiz. Qanaqa yoki bir soatga polni o'tkazishgan. Ha, polni o'tkazish qanaqa, bir soat qanaqa opa? Polni o'tkazish 5000 bo'ladi, oke? Aha, bir soatlichi. 2000? 2000. Ha, 3000. Onu kelishadigan joylari bor opa? Yo'q, oke, bir soatning kelishib bera olmayman. Dejurning kelishtirib beraman sizga. Ha. Bo'ldi, tushunarli opa, katta rahmat. Xo'p, sog' bo'l. Ana aziz do'stlar, hammalaring guvohliginglarda biz Dilfuza Ismoilovani Samarqandga to'y xizmatiga taklif qilib ko'rdik. 1 soat xizmat qilib berish narxi $3000 qilib belgilangan ekan. To'yni boshidan oxirigacha o'tkazib berish narxi $5000 qilib belgilangan ekan. Biz opani ijodiga omad tilaymiz. Xalqimiz yaxshi kunida xizmat qilib charchamasin. Qanaqangi talab va istaklar bo'lsa, pastda biz telefon raqam qoldiramiz, murojaat qilib bemalol to'ylaringga taklif qilishinglar mumkin. Hurmat bilan Kamina Yashnarziyo sizlar bilan sog' bo'linglar.